Mana qarang-da, psixologiya cheksizda. Mana bugungi kunda mana shunaqa qisqa videolar juda ham ko'p tanqidlarga uchraydi. Chunki videoni boshi bor, oxiri yo'q, oxiri bor, boshi yo'q-da. O'shaning uchun men xohlayman, meni profilimni kuzatayotgan, meni eshitayotgan insonlar, ayniqsa psixologiyaga qiziqib yoki psixolog eshitayotgan insonlar tez xulosa chiqarish kerak emas. Psixologiya bu cheksiz. Bitta mavzuni tepasidan, yonidan, o'ng tarafdan, chap tarafdan, tegidan muhokama qilishi mumkin psixolog. Chunki psixolog bitta qarash bilan sizga o'sha holatga, o'sha vaziyatga o'zini tavsiyasini bera olmaydi. Psixolog har taraflama o'rganib, keyin unga to'g'ri xulosa chiqazib beradi. Mana hozir savol-javoblar qilamiz. Qaysidir savolga javob berayotgan bo'lishim mumkin. U javobim kimgadir to'g'ri kelishi mumkin, kimgadir to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana shu narsani kuzatuvchilar bilishi kerak-da. Nafaqat psixologning qisqa tavsiyalariga, ko'rilayotgan har bitta videoga xulosa chiqarishga shoshmasdan va har bitta mavzuni keng muhokama qilish imkoniyati borligini anglab kuzatishligini doim istab qolaman. Albatta siz ham psixologik bilimlarga ega bo'lishni xohlasangiz, psixologik o'z fikrlaringizni kengaytirishni istasangiz, bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Har bitta mavzularni birma-bir yoritib boramiz.